Assalomu alaykum, hurmatli podpisчиlar. Xudo xohlasa biz qozonlarni trubka soladigan joyini so'skasini yorilib qolishiga nima topdik. Buni olib boshqa almashtirishga. Boshqa iloji bo'lmadi. Boshqa ustalar shu yechimni qilishadi, biz ham qildik. Xudo xohlasa alishtirib beramiz, olib yechib. Ko'p problemalar, muammolar bo'lyapti. Shuning orqasidan suv oqish boshqa bo'lish, plata kuyishlar shuning orqasidan bo'lyapti. Xudo xohlasa kelaverasida shunaqa xizmatlar bo'lsa, boshqa butunni qo'yib beramiz. Chiqarib hammasinigini mana yechim qilganmiz. Cho'tka qilib chiqarib boshqa qo'yib beramiz. Qozonlaringni ishlatib beramiz. Shu manzilimiz Oltiariqda. Nomerlarimiz pastda qoldiramiz har doimgidek. Aloqaga chiqaverasizlar. Yana yangilik ertagalikka kechga Vaylandda 6 kat yo'limiz yetib keladi. Xudo xohlasa kelganda yana storiyaga qo'yamiz. Kuzatib turinglar har doimgidek. Sog' bo'lasizlar.